Salom do'stlar, sizlar bilan men Adil Safarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Saman.uz bilan uzoq kutilgan video, ya'ni bir gapir bildirisi duel o'ynaymiz. Xo'sh do'stlar, bu akkaunt ko'rib turganingizdek, mana shu akkaunt bilan men Saman.uzga qarshi o'ynayman. Bo'lsa, kod SIU bo'ldi. Bo'lmasa hozir boshlaymiz. Ya'ni bu mana Saman.uz bilan boshladik. Mana akkauntda 53lik. Bu admin bilan boshladik. Ha, bo'lmasa Saman.uz bilan o'yinda ham boshlab olamiz do'stlar. Ham qo'l tashlab qo'yapti. Uzoq kutilgan video bu do'stlar. Hozir bo'lgan Tojikistondan bo'ldi. Qani bo'lmasa video Saman.uz to'pni maydonga kiritadi. Bu juda yaxshi to'xtatish. Bizni Hakimi. Voy zarba. Bu yerda xato qildik. Voy, yana bir xatolar seriyasi bo'lyapti bizdan. Saman.uz ham aytgandek normal yo'lni beradi. Voy, ofsaydga tushib qoldik do'stlar. Xo'sh, hozir ofsaydga tushganimiz sababli Saman.uz to'pni yana o'yinga kiritadi. Haaland zarba va gol do'stlar. Haaland bu yerda o'yin xatosi ketdi Saman.uzda va biz undan fursatdan foydalanib gol urdik. Mana do'stlar, golni ko'rib qo'yishingiz ham mumkin. Bu yerda Haaland o'zining o'ng oyog'ida yurdi, lekin Haaland chap oyoqda 35 metrdan olishga bordi. Bu normal edi. Xo'sh, sal gromkani pasaytiramiz. Yana Hakimi va Varkolya dueli. Bu yerda Virgil van Dijk qo'shiladi. Van Dijk yaxshi. Mbappe tezroq yugur desak, undan oldin Hakimi, bilek ularning shunisi yetib oldi. Haaland yo'q, bu yerda yiqitilmoqda. Do'stlar, bu video yuklangandan so'ng iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Haaland zarba yo'q. Banormal qaytarmoqda. Bizni vartasimizdan ham kuchliroq. 95 full, bizni Alisonimiz esa 94 full. Dembele bo'yi yetmaydi. Bruno Fernandes ko'taradi tepaga va Haalandning bo'yi yetmadi do'stlar. Endi bu yerda hamma himoyachilar orqaga qaytmoqda. Saliba Mbappega pas. Mbappedan so'zi bo'lsa to'pni olib qo'ydi. Yo'q, yana xato. Xo'sh do'stlar, hozir bu yerda juda hamma faol o'ynayapti. Boya shunchaki tasodif gol bo'lib qoldi. Tasodif gol, ya'ni Vartalisning kimdir xatosi tufayli gol yuzaga keldi. Bu yerda hozir Gabriel Haaland bilan to'pni olib qo'ymoqda. Mbappe voy, birinchi taymimiz ketdi. Xo'sh, ikkinchi taymni ham boshlaymiz. Mana boshlamayapti nimagadir. Menimcha shu zaxiradan futbolchilar tushirayotgan bo'lsa kerak Saman.uz. Xo'sh, bo'lmasa mana ikkinchi taym ham boshlandi. Mbappe qochadimi bu safar? Albatta qochadi. Haaland ichkariga kirib nima qilyapsan bu yerda? Valverde. Voy, qanday qilib shtangaga tegishi mumkin to'p bu yerda. Teo Hernandez. Hakimi, Alisson, almashtirib yuboramiz. Kim bor? O mana Haalandga ochilishmi? Yo'q. Bu yerda Van Dijk bizdan ertaroq yetib kelib qoldi. Haaland ulguradimi? Tepadi va voy! Qanday qilib buni qaytarishni iloji yo'qmidi menimcha? Ofsayd to'g'ri. 2 marta ofsaydga tushishimiz mana shu vaziyatda, mana shu o'yin ichida o'zida. Xo'sh do'stlar, mana shu o'yindan keyin biz yana boshqa video olamiz. Bu video Mbappe va Haalandning statistikasini ko'rsatish bo'ladi. Do'stlar. Menimcha o'yin shu qisqarmay 1-0 bo'lib qoladimi deb o'ylayapman.
Menimcha 1-0 bo'lib qoladi yoki yana hisob ochilishi mumkin. Haaland yana ichkariga kir, nima qilyapsan bu yerda? Bu yetmaydi, Lam Yamalda bu yerda aniq bu yetmas edi. Yana xatolik. Yo'q, bu safar to'g'rilandi. Yamal ichkariga o'tdi, yana ko'taradi va Haaland yo'q. Haaland bu safar gol urishga urdi, lekin uncha agressiv emas. Bosh bilan ham o'ynolmayapti, ichkariga kirmayapti. Teo Hernandez Mbappega yordam berib yubordi. Biz Mbappe Haaland o'rniga Sorlotni tushirmoqdamiz. Mbappe ko'taradi. Haaland bu Donnarumasi juda ham bir Donnarumma ekan o'zi. Juda qanaqa seyflar qilyapti. Voy. Haaland bekor orqaga qaytirish yo'li. Haaland o't endi. Haaland. Voy, bu yerda Saliba edi menimcha. O'yin ham o'z nihoyasiga yetmoqda do'stlar. Saman o'zni 1-0 hisobida mag'lub qildirdik va taslim ettirdik do'stlar. Ag'zga Creator 3-2 hisobida va Saman o'zida 1-0 hisobida mag'lub etkazdirmoqdaman. Do'stlar, bu videoni keyingi qismi ham albatta olinadi do'stlar. Saman o'z bilan juda yaxshi o'yin bo'ldi. Xo'sh, mana shu o'zimda tarkibimda Saman o'zdek 53lik akkauntini yorib o'ta oldim. Xo'sh, bo'lmasa bu videolardan keyingi videoda biz Mbappe va Haaland statistikasini olamiz, yangi o'sha videosini olamiz. Yana bir marta deb aytmoqda. Yana bir marta deyapti. Xo'p deb qo'ya qolamiz unga. Mayli, biz qochmaymiz o'yindan. Bemalol biz o'ynayveramiz. Hozir endi kirsa kerak. Saman hozir endi kirsa kerak. Yana bir marta so'rayapti o'yinni. Do'stlar, yana bir marta Saman o'z o'yinini so'rayapti. Mayli, yana biz o'ynab ko'ra olamiz agar video cho'zilib ketmasa. Yana bir o'ynab bera olamiz agar u bossa, agar tezlashsa agar. Mana kutaylikchi, kirsa kirar. Hali ham private match connecting to private match deb turibdi. Qachon kiradi u? Mana do'stlar, Saman o'z bilan yana o'yin boshlanmoqda, yana bir marta. Xo'sh, bo'lsa yana bir Saman o'z bilan bir marta o'ynab qo'ya qolamiz. Video yana bir qiladi. Sal cho'zilib ketmasa, tezroq o'tkazamiz endi. Bo'lmasa yana bir marta o'ynab ko'ramiz. Bu yerda Haaland yana Hakimiga pas, Dembele yo'q, o'ta olmadi. Bu kim edi? Hakimi bizda. Hakimi yo'q, Haaland. Do'stlar, mana ozgincha nosozliklar bo'lib qoldi va shuning uchun video ozgincha stop bo'lib turdi, lekin uncha ko'p o'tib ketmadi. Xo'sh, bo'lmasa bu yerda yana out olib boshladi. Qotib qoldi. Valverde bu yerda. Yo'q, bizni alda oladimi? Desaylimizni, yo'q, bizni Desaylida alda olmaydi bu bola. Ketdi mana. Dembele mana yuborendi, Dembele gol uraylik. Ay, Saliba. Bizni gol urishimizga xalaqit berdi. Yaxshi. Fernandes. Mbappe katta tezlik bilan ketmoqda, ham ichkariga kirsa bo'ldi. Haaland bu endi cho'zilib ketmasa bo'ldi endi bu penaltilar seriyasigacha. Saliba, Teo Hernandez va birinchidan ham o'z nihoyasiga yetdi. Hisob ochilmayapti. 0-0. Gol tashlabmiz ham. Xo'sh, bu yerda Vinicius 93, Mbappe 96. Yo'q, almashtirish shart emas bu yerda. Siz o'yinni boshlasa endi. Menimcha yana bir marta zaxira o'yinchilarini tushiryapti. Meni XP'im 146.120 bittiga, uniki 40.973 ta dona ekan. Xo'sh, bizga buni farqi yo'q. Bitta ham bitta gol tashlab qo'yamiz. Valverde
Haaland, yugurenda Haaland, bizga gol kerak. Haaland zarba va gol mana. Bizga gol kerak edi. Haaland ham golni urdi va jahl qilib qo'yapti. Biz ustidan kulmaymiz. Samarani ustidan kulmasdan shunchaki gol tashlab ham qo'yaveramiz. Qanaqa xatolik endi bu? Voy. Yo, ana yaxshi chiqib oldik. Mana hamda Haaland ikkinchi golga ham ketadimi? Haaland. Voy, yo'q, bunisidan unumli foydalana olmadik bu vaziyatdan. Yana shu menimcha 1-0 bo'lib qoladi adashmasam. Agar yana bir gol urmasak 2-0 do'stlar. Hisob yana ochildi. Haalanddan gol. Hisob ochilmoqda yana 2-0 do'stlar. Endi bu Samaruz do'stlar Tojikistondan turib o'ynamoqda. Endi Tojikistonda uncha internet bo'lmaydi. Shuning uchun u internet qotayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin biz mana bu vaziyatdan unumli foydalana olmadik, yana yo'qqa chiqardik. Haaland agar urganda hat-trick hisoblanar edi. Yamal. Nima bo'lyapti bu yerda? Yamalbek To'rayev bo'lib qoldi. Hozir 70-daqiqa bu yerda. Hisob 2-0, boya birinchida 1-0 edi. Qanaqa vaziyatlar kelyapti-ya? 3-0 do'stlar. Haaland hat-trick. O'ng oyoqda do'stlar. O'ng oyoqda. Lekin aslida bu chap oyoq, lekin bu o'ng oyog'ida hat-trick qilmoqda do'stlar. Mana golni ko'rishingiz mumkin. Shunchaga tegib kirib ketmoqda. Yo, Trivela ekan. Yo'may. Trivela o'rtaydi. Chiroyli gol. 3-gol, eng chiroyli gol bo'lmoqda. Endi tik-taka qilsak ham bo'ladi. Normalligini tik-taka qilmoqdamiz va Vinicius endi bu yerda Mbappening o'rnini bosib o'tib keta oladimi? Albatta o'ta oladi. Tepaga ko'taradi va Haaland do'stlar 4-0 qilmoqda. Samaruz ham yengilmoqda do'stlar. Samaruz ham, Azbek Red ham mag'lub bo'lmoqda. Xo'sh do'stlar, keyingi raqibni yana izlaymiz. Bizga keyingi kuchliroq raqib kerak. Kommentariyada ham yozib qoldirishingiz mumkin. Men o'ynayman deb. Va Telegram kanaliga qo'shilsangiz bemalol birga o'ynaymiz. Mana bu yerda Sorlot yana vaziyat chiqarmoqda, yaratmoqda. 5-0 do'stlar. Sorlot ham urib ketmoqda. Hisob 5-0 ga yanada kattalashmoqda. Qo'l tashlab qo'yamiz. Samarning bugungi alamli mag'lubiyati. Do'stlar, shu endi. Bu yerda endi bitta gol urmasa, gol ursa bizga farq yo'q, lekin biz qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, bugungi o'yinda ham yana o'z nihoyasiga yetmoqda. Birinchi o'yin 1-0 va ikkinchi o'yin 5-0 o'zgarmoqda. Mana statistikani ko'rib olishingiz mumkin. Oddiy mana. 5-0 o'tganimizda ko'proq tanga bermoqda. Xo'sh do'stlar, men transfer marketimga shular keldi. Olmosni 21 mingta edi va stadionning o'rniga full qildim. Full qilib qo'ydim do'stlar. 21 mingta tanga. 21 mingta tangadan 19 mingtasi mana shu stadionni full qilishga ketdi. Capacity esa 84,028 ta bo'lib qolmoqda do'stlar. Do'stlar, videoni ham shu joyda tugatmasak bo'lmaydi. Uzunligi bardavom bo'lib ketmoqda. Ikkita o'yin ichida 14 minut video boshlanib ketmoqda. O'sha akkaunt 52 lik, yana bu kuchaygan 10 soatdan keyin bo'ladi do'stlar. Va dream pointimiz 75928 ta ekan. Xo'sh do'stlar, videoga like bosish va komment yozish, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Telegram kanalimga qo'shib qolasiz degan umiddaman. Hammasini silka orqali qo'shilasiz. Bemalol. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.